Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yumshoqqina olmali pirog tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 2 dona olma kerak bo'ladi, o'rtacha kattalikdagi. Ustidagi po'stlog'i, ichidagi po'choqlardan tozalab olgan holatda yaxshilab yarim oy ko'rinishida to'g'rab olamiz. Yarim oy ko'rinishida to'g'raganimizda olmalarimiz juda ham ingichka bo'lib ketishi kerak emas, chunki pirog yeganimizda, tishlaganimizda bilinib turishi kerak olmalari. Xamirli qismiga o'tamiz pirogimizni. 4 ta dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Oqiga birozgina tuz solgan holatda 200-220 gram shakar olib, oz-ozdan solib mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Mana shunaqa biza holatiga kelgandan keyin bir chekkaga olib qo'yib, endi tuxumni sarig'iga o'tamiz. Bunga suyuq mahsulotlarimizni solamiz. 120 gram yog' solamiz, 120 gram sut solamiz. Va bu massamizni bir xilda bo'lguncha yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz. Endi ko'pirtirgan tuxum oqiga 2 choy qoshiqda razrıhlitel qo'shib olamiz. Pastdan tepaga xuddi biskvitga o'xshab yaxshilab aralashtiramiz. Unchalik qattiq aralashtirishingiz kerak emas, yengilgina harakatlar bilan aralashtirib olasizlar. Orada men koritsa sovordim, chunki olma bilan juda ham so'r chiqishadi, mayin ta'm beradi. Bizga endi 300 gram atrofida un kerak bo'ladi. 300 gram unni 2 ga bo'lib sovolamiz. Hammasini bittada solishingiz kerak emas. Biskvitingiz cho'kib qolishi mumkin. Yengil harakatlar bilan uni ham aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lguncha mana shunaqa massa holatiga kelishi kerak. Endi massamiz uchun tayyorlangan qolipimizni olib, pergamentimizni joylashtiramiz va biroz yog'lab olamiz. To'g'ragan olmalarimizni birin-ketinlikda tartib bilan chiroyli qilib joylashtiramiz. Mana joylashtirib ham oldik. Endi ustiga xamirimizni yarmini solamiz. Men nimaga yarmini soldim? Orasiga men ozgina olcha solgim keldi. Muzlatilgan olcham bor edi. Uni soldim ozgina. Sizlar agar xohlamasanglar hamma xamiringlarni birato'la solishingiz mumkin. Keyin men ikkinchi qism xamirni sovoldim. Qo'limizdagi venchi yordamida yoki qoshiq bilan yaxshilab tekislab olamiz. Duxovkalarni past balandligiga qarab 170-180 oralig'ida 40-45 daqiqada pishirib olsanglar bo'ladi. Cho'p tiqib обязательно tekshirib ko'ramiz. Mana shunaqa yumshoqqina olmali pirog pishib chiqadi. Pirog ustini malina yoki shakar upasi bilan bezatsanglar bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha.